Həridiki E. Bu hərfning talaffuz qilinishi mundaq. E. Əmdi bu hərfni öz içiga alğan misollarni ko'rib o'tamiz. E'ning ayrim shakli. Misol halqa. E'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol dehqon. Tuanda biz rasmga birlashtirib yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Halqa E harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Dehqon E harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga ayishib o'qinglar. Hashim, Hashim. Hisob, Hisob. O'rin, O'rin. Mehmon, Mehmon. Bahar, Bahar. Mehnat, Mehnat. O'rin. Nasriddin apandim bir o'rindan so'rabdim. Birodar, hol ahvolingiz qandaqroq? Yomon emas. Topsam yeyman, topolmasam qanoat qilib yuriveraman, debdi o'rin. Amsa siz shahrimizning lol mehtlariga o'xshab qopsiz, debdi apandim.